jannatga kiradilar degan mazmundagi hadis. Shu hadisga man tayanib, ancha yillar davomida o'ylanib va shu musulmon bo'lsam kifoya ekan, kalima keltirsam kifoya ekan deb yurgandim. Ya'ni iymon keltirdim, namoz o'qimasam ham, o'zimni qiynamasam ham baribir bandamiz hammamiz. Jahannamga ozginaga tushsak, yonsak, keyin baribir chiqib ketarkanmiz hattan degan tushuncha bor edi menda. Keyin qachonki man Qur'on tafsirini o'qishni boshlamagunimcha. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratni tafsirlaridan o'qishni boshlaganman. Baqara surasini boshlang'ich oyatlarida odamlarni 3 toifaga bo'lingan edi. Ya'ni birinchi toifasi iymon keltirganlar bo'lsa, ikkinchi toifasi bir nimalar? Kufr keltirganlar. Uchinchi toifasi bo'lsa nimalar? Munofiqlar. Endi iymon keltirganlarga abadiy jannat bo'lsa, kufr keltirganlarga abadiy jahannam, munofiqlarga jahannamni tubidan joy ajratilgan. Lekin Qur'onni birorta joyida ko'rmadimki, jahannamga mo'min odam ham qanchadir muddatga tushadi, keyin chiqib ketadi baribir degan narsani ko'rmadim, oyatni ko'rmadim. Lekin shunaqangi oyatlarni ko'rdimki, Baqara surasini davomida, Oli Imron surasida kelyapti. Nimalar? Yahudiylar o'zlarini jahannamga birozgina muddatga kiramiz deb o'zlarinigina aldardilar, o'zlarini ishontirardilar. Lekin bunday bo'lmaydi degan mazmunda. Va keyin aytilyaptiki, yana davomida ular o'zlariga o'xshab sizlarni ham adashtirishni xohlashadi degan mazmundagi oyatlar. Ya'ni hozirgi boshida keltirgan hadisim bilan biz ham jahannamga qanchadir muddatga kirib, keyin chiqib ketadigan bo'lsak, jannatga kirib ketadigan bo'lsak degan fikrim o'sha yerda xatoligini men o'sha yerda tushundim. Xo'p, demak siz o'shani Bahrom Bakirovlarni eshityapsiz, o'shalarning ta'siriga tushgansiz. O'zingiz hali Qur'onni hammasini o'qib ko'rmagansiz. Hammasini o'qib ko'rish mana yo'q, men o'qib ko'rdim, mana demak yo'q unaqasi deyish, bu o'zi ko'rmagan narsani yo'q deb o'ylash, bu ateizm uslubi hisoblanadi. Siz ateist bo'lmasangiz ham Bahrom Bakirovlarning asosiy uslubi ateizmdan olingan. To'g'riroq ularga bu metodologiyani ateistlar qo'yib bergan. Ular bizning ichimizdagi josuslar hisoblanadi. Qur'oni Karimda, hadis shariflarda mo'min odamni jahannamga tushishi mumkinligi, lekin u yerda abadiy qolib ketmasligi, iymon hurmatidan chiqishligi to'g'risida oyatlar, hadislar bor. Maryam surasi 72-oyat, 71-oyatda Alloh taolo va in minkum illa wariduha kana ala robbika hatman maqdiya degan. Va in minkum illa wariduha arabchasiga buni hasr qoidasi deydi. Sizlardan hech kim yo'qki, u jahannamga bir vorid bo'ladi, tushadi. Kana ala robbika, bu Robbingning zimmasida hatman maqdiya, ya'ni keskin hal qilib qat'iy qilib qo'yilgan hukmdir deyapti Alloh taolo. Endi 72da summa nunajjillazina taqaw va nadharu zolimina fiha jisiya deyapti. So'ngra taqvo qilgan zotlar undan najot topishadi, chiqishadi undan. Va zolimlar o'tda tiz cho'kkan holda qoldiramiz deyapti Alloh taolo. O'tda qolib ketishadi. Bu oyat buni tafsirida bir qancha hadislar bor. Vurud kalimasi to'g'risida ulamolarning bir qancha tafsirlari bor. Vurud kalimasi o'tish, tushish ma'nolarini bildiradi. Masalan, varadal mator desa, yomg'ir yerga tushdi bo'ladi. Tushdi. Varada kalimasi jahannamga tushdi ma'nosini beradi. Hamma odam bir jahannamga kirib chiqishi bor. Endi qay shaklda bo'ladi u?
Hamma tushib yonadimi, yonmaydimi? Qanaqa jahannam u? Bu to'g'risida bir qancha tafsirlarni ko'rishimiz mumkin. Men ko'rmadim, men bilmadim deyish bu narsalarning yo'qligini bildirmaydi. Endi Bahrom nimani misol keltiryapti? Aynan o'shani kopirovat qilib siz aytyapsiz. Ha, bu mo'min odam jahannamga tushib keyin chiqadi deyapti. Mana ahli sunna, abrorlar shunaqa deyapti. Yahudiylar ham shunaqa degan-ku deyapti. Yahudiylar la yamassanun naru illa ayyaman ma'duda deyishadi. Qur'onda oyat bor. Yahudiylar bizni olov umuman tegmaydi bizga, illa ma'lum bir kunlargagina tegadi. Mana shular bilan bir xil-ku deyapti. Endi Bahromga yoki sizga savol bersak, mo'min odam jahannamga tushmaydimi? Desak siz yo'q deyapsiz. Bahrom ham yo'q deyapti. Yahudiylardan ham rasvorof e'tiqod bu. Yahudiylar ozgina bo'lsa ham jahannamga tushamiz deyapti. Sizlar yo'q tushmaymiz deyapsizlar. Tilka amaniyuhum deydi Alloh taolo Yahudiylarga. Bu ularning xom hayollari. Biz jahannamga tushmaymiz deyish, xohlagan ishingiz shafaat bilan chiqib ketaman deb ishonib yurganman deyapsiz. Mo'min odam jahannamga tushmaydi deb nimaga bunga ishonib ketmayapsiz? Buni xatarli emasmi nargindan ko'ra? deyiladi. Demak, hadis shariflarda bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan mutavotir darajada kelgan shafaat hadislari bor. Agar mo'minman deb iymon bilan o'tgan odam umuman jahannamga tushmasa, unda inson haqlari bir-biriga o'tgan ya'ni tajovuzlari, gunohlari, adolati yuzaga chiqmay qoladi. Zalzala surasida Alloh taolo nima degan? Va men ya'mal misqala zarratin khayran yarah degan. Zarra qadar yaxshilik qilsa ko'radi degan. Va men ya'mal misqala zarratin sharran yarah degan. Zarra qadar yomonlik qilsa uni ham ko'radi degan. Oqibatini ko'radi uni. Zarra qadar yomonligingiz bo'lsa, iymon u katta amal. Iymoningiz bor, lekin zarra qadar amalingiz bor, yomon amal. Uni ko'rasiz. Alloh xohlasa uni jahannamga bitta solib kuydirib olib chiqadi. Xohlasa kechirib oladi, xohlasa birovi haqqiga o'tganingiz uchun savobingizdan unga olib beradi. Xohlasa uni gunohini sizga yuklaydi. Zarra qadar bo'lsa ham uni javobini ko'rasiz. Demak, ikkala savolingizga javob shu. Birinchisi, jahannamga tushish haqida oyat bor. Kim o'tda qolib ketadi? Zolimlar qolib ketadi o'sha holatda. Kim undan najot topadi? Taqvo qilgan, Allohdan qo'rqqan, ya'ni iymon keltirgan mana shu birinchi ma'nosi. Ular jahannamdan chiqadi. Summa nunajjilladina taqaw deyapti. Taqvo qilgan zotlarga najot beramiz. Va nazaru zolimina fiha jisiya. Zolimlar u joyda tiz cho'kkan holda qoldiramiz deyapti. Xo'p, ikkinchi savolingiz, biz jahannamga mo'min kirib chiqadi desak, yahudiylar ham biz kirib chiqamiz degan-ku deyapti. Bunga o'xshagan misollar ko'p, lekin siz e'tiqod qilayotgan narsa yahudiynikidan ham yomon. Siz umuman kirmaymiz deyapsiz. Yahudiyki ozgina xatosi, ya'ni ulkan gunohlarini ozgina xato endi mayli bir jahannamga kiramiz deyapti ekan. Uni inkor qilmayapti ekan. Siz qilgan xatolaringiz uchun ham umuman kirmayman men jahannamga deyapsiz. Sizga yahudiynikidan ham yomon e'tiqod. Tushunarlimi? Bundan tavba qilish kerak. Bu ateizmga olib boradigan tushuncha bu. Tushunarli. Domla oraga bir masalan Toshkentga boribmi, o'zingizdanmi yoki birorta yaqinlaringizdanmi yaxshiroq ilm olishning imkoniyati bormi? Mana shu yerda ham o'tiraveramiz endi. Biz ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda qo'limizdan kelgancha berib turibmiz. Lekin o'tirib dars qilishga imkoniyatimiz yo'q, chunki ko'p safarlarimiz bo'lib qolyapti bizni. Endi necha kirdingiz yoshingiz nechida? 29 yoshdaman domla. Madrasaga topshirsangiz ham bo'ladi lekin. Qaysi tomonda turasiz? Vodiydami yoki Farg'onada bo'lsa? Namangan ham yaqin, sizga Andijon ham yaqin.
Bir inshaalloh bo'lmasa, Alloh qodir qilsa, bor aka. Shafoat haqida ham bir qancha oyatlar bor. O'sha to'g'risini e'tirof qilib qo'yaveraylik. Bahromni eshitib yuribsiz. Aynan Bahromni gaplarini kapirovat qilib gapiryapsiz. Bu yerdaga hamma bolalar ham sezib turibdi, indashmayapti. Yo'q, lekin Bahrom, qor aka, men bor uzr gapingizni bo'ldim. Siz aytayotgan odamni man даже tanimayman ham. hmm, unda Lekin Kamolni eshityapsizmi? dunyoqarashimiz to'g'ri kelib qolgan bo'lishi mumkin. Chunki u ham o'zidan o'zi Qur'onni ochib o'qib, tafsirini tushunishni boshlagan bo'lsa, men ham Qur'onni o'qib, borgan joyim shu bo'ldi-da. Yo, hali hammasini o'qib chiqmadingiz-ku, hali bir hech joyga Ha. bormagansiz. 5-kitobni teng yarmiga keluvdim. Yo, masalan deylik, sizga bir kitobni bersamda, kitob hodisalari Farg'onani bir qishlog'i chekka mahallasida bo'lgan hodisalar bo'lsa, Mhm. shaxsiyatlarning kimligi aytilmasa kitobda, joy ham aytilmasa, siz kitobni o'qib o'zingizcha xulosa chiqara olmaysiz. Hech ham mumkin emas. Siz u qaysi qishloq haqida, qishloqdagi shaxslar kimligi, nima sababdan bu joyda uni aytilyapti degan masalalarni o'sha hodisalarga bog'lab keyin kitobni tushunasiz. Masalan, Qur'oni Karimda Alloh taolo ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum degan oyat bor arabchasida. Siz o'zbekcha tafsirini o'qiganingizda uni tushuna olmaysiz. Kim haqida gap ketyapti bu yerda? Uni tanishardi, bolalarini tanigandek. U deyapti Alloh taolo. Kim u? Ikkalamiz tanish bo'lsak, uchinchi shaxs o'rtamizda bir hodisada aralashgan bo'lsa, shu joyda mana 125 ta odamning ichida sizga anu odam nima bo'ldi desam, siz taniysiz uni. Men ham taniyman. Bu yerda 23 ta odam tanimaydi uni. Anu odamning kimligini siz aytib berasiz yoki men aytib beraman. Ha, o'shani Qur'on mana shu uslubda aytayapti. Ya'rifunahu deyapti. Uni tanishardi, kama ya'rifuna abna'ahum. Bolalarini tanigandek tanishardi. Kim haqida gap ketyapti? Muhammad alayhissalom haqida gap ketyapti. Uni tanishardi deganda taniydiganlar kim edi? Yahud va Nasorolar edi. Yahud Nasorolar edi. Ya'ni bir-birlariga u bizdan deb doim gaplashib turganligi uchun Alloh taolo bu yerda ulargina yaxshi tushunadigan lug'at bilan ularga xitob qilyapti. Mana shu uslub sizga Qur'onni o'zim o'qib tushunib ketaveraman deyishingizni o'ta xatarliligini ko'rsatadi. Qilolmaysiz, topolmaysiz uni. Islom tarixida yo'ldan adashgan toifalarning 100% Qur'onni o'qib adashgan. Chunki Qur'on ham aytadi buni. Yudillu bihi kaseeran va yahdi bihi kaseera deydi. Qur'on o'tdagi zarbul masallar bilan ko'pchilikni adashtirib oladi. O'zi aytayapti. Va yahdi bihi kaseera. Bu bilan ko'pchilikni Alloh hidoyat qiladi. Hidoyat va adashish bu insonni tutgan uslubiga bog'liq, metodologiyasiga. Biz buni tajribada ko'rdik. Ustoz tutganlar adashmas ekan, o'zim tushunib olaveraman deganlar adashar ekan. Islom tarixida birinchi bo'lib adashgan toifa musulmonlarni kofir deyishdi, xavorijlar. Ular aytdi, mu'minlar jannatga tushadi dedi, jahannamga kirmaydi dedi. Gunoh qilsa kofir bo'ladi, jahannamga ketadi dedi. O'shaning uchun dedi, Ali kofir bo'lgan, Alini o'ldiramiz deyishdi. O'ldirishdi va islom tarixida birinchi bo'lib shularni adashgan toifalar deyildi. Ularga qarshi Hazrat Ali qilich yalang'ochlab jihad qildi, o'ldirdi ularni. Ular keyin suiqasd qilib Alini qatl qilishdi. Dalillari nima edi? Qur'on edi. Baynakum kitabulloh deyishardi. Shiyorlari bu. Sizlar bilan bizning o'rtamizdagi hakam Qur'on, Allohning kitobi deyishardi. Sunnat u narsa yo'q. Qur'onni o'zimiz tushungandek o'rtada hakam qilamiz. Shunda Hazrat Ali aytganlar, kitob olib kellaring, mushaf olib kelib o'rtaga qo'yib, hukm deganlar. Hukm qil deganlar Qur'onga qarab. Keyin yondagilari qanaqasiga bu kitob o'zi hukm qila olmaydi deganda, shuni aytayapman deganlar. Biz hukm qilamizmi? Buni yashagan zotlar bor. Qur'on nozil bo'lgan qahramonlar bor. Bu ilm bizga yetib kelganga qadar kanallar bor.
ishonchli bo'lgan. Agar siz ozgina chetga chiqsangiz, yo havorijlarni kanaliga botqog'iga kirasiz, yo shialarni, yo mo'tazilalarni adashib ketasiz. O'shaning uchun shoshilmang. Yoshingiz hali qari va shu o'tmagan yoshsiz. Sizga eng to'g'ri tavsiya faqat Qur'onni o'zi bilan tushunib ketaveraman degan o'sha Omoniy deydi Qur'onda, xom xayoldan qutuling. Qur'on badiiy asar emasda o'qib tushunib oladigan, akademik asar bu. Asar demaylik buni, Alloh taoloning kalomi bu. Bir kunda tushmagan bu, 23 yil tushgan. Mayli endi bir odamga aytsakki, shu Qur'onni 23 yil o'qi, yoki siz aytsangizki, men 23 yildan beri o'qiyapman shu Qur'onni. Tushish muddaticha o'qiyapman. Hamma voqeasidan xabardorman. Men endi Qur'on haqida bir fikr bildira olaman desangiz ekan, sal mantiqqa yaqinlashadi gapingiz. Uni ham ko'p qobiliyat kerak, ko'p narsa kerak-da. Siz meni bilishimcha Qur'onni arabiysini ham bilmaysiz. Tafsirga muhtojsiz, kimdir tarjima qilib berishiga muhtojsiz. Lekin xatar nimada bo'lyapti sizda? O'zbekchani o'qib olib hukm chiqaryapsiz. Falon narsa yo'q, piston narsa bor deyapsiz. Falon kofir, piston mo'min degan uslubga kirib qolyapsiz. Ochiq aytmasangiz ham. Mo'min jahannamga tushmaydi deyapsiz. Qur'onda tushadi deyapti. Hadislar buni qo'llab-quvvatlayapti. Qiyomatda eng oxiri jahannamdan chiqadigan odam bor. Iymoni bor, umuman amali yo'q. Jahannamda qolgan. Shuni hikoyasi bor, Rasulullohning hadislari bor, sahih hadis. Jahannamdan chiqarib jahannamga qaratib qo'yiladi. Bir muddat chiqqaniga xursand bo'lib o'tiradi, lekin jahannamga tikilish zeriktiradi. Robbim, jahannamdan meni yuzimni burib qo'y deydi banda. Alloh taolo unga yuzingni jahannamdan burib qo'ysam boshqa narsa so'ramaysanmi deydi. Yo'q Robbim, so'ramayman deydi. Alloh taolo uni yuzini burib, uzoqdan jannatni ko'rsatib qo'yadi. Jahannamdan yuzi burilganiga xursand o'tiradi-yu, lekin zerikadi. Shu jannatni ko'rib, jannatga intilgingiz kelib qoladi. Keyin so'raydi, Robbim, meni jannatga yaqinlashtirib qo'y deydi. Hech narsa so'ramayman deganding-ku. Endi hech narsa so'ramayman deydi. Keyin jannatga yaqinlashtirib qo'yadi Alloh taolo. Jannatga yaqinlashganda ichidagi holatlar, hidlari, odamlarni o'ziga tortadigan manzaralar buni yana ichkariga kirishga ishtiyoq uyg'otib yuboradi. Bir qancha muddatdan keyin so'raydi, Robbim, meni jannatga kirgizib qo'y deydi. Shunda Alloh taolo kuladi deydilar hadis sharifda. Keyin bandadan so'raydi Alloh taolo, shu jannatda sen nima xohlaysan? Nima bo'lishini xohlaysan? Hayoliga nima kelsa so'raydi. Hammasini so'rab bo'lgandan keyin bo'ldimi deydi Alloh taolo. Ha, bo'ldi deydi. Mana bu narsa kerak emasmi deb ilhom qiladi. Kerak Robbim deydi. Bu kerak emasmi? Kerak Robbim deydi. Sen shu dunyodagi eng ya'ni farovon yashagan podshohlarning mulki qadar mulkdan 10 barobar, 100 barobar senga deyiladi. Shu istagan narsalaringni 10 barobar, 100 barobar senga deyiladi. Va jannatga kir deyiladi. Endi qaytib bu joydan chiqmaysan deyiladi. Banda eng oxirgi qadamdagi jannatga kiradi-da, aytadiki, Allohim, menga berganingni hech kimga bermading, deb xursand bo'ladi. Vaholanki u banda eng oxirgi qadamdagi banda. Sahih hadis mana shu hadis. Payg'ambar alayhissalom shu hadisni aytib berganlar. Mu'minlarning qalbida umid uyg'otganlar. Demak, bu hadislardan bilamizki, iymonni saqlashga harakat qilish kerak. Endi la ilaha illalloh deb yuraver deb hech kim aytmaydi. Hech kim. La ilaha illalloh kalimasini saqlab olib o'tib ketib olishlik uchun amallar quvvat ma'nosida kerak bo'ladi. 5 vaqt namoz kerak, Ramazon ro'zasi kerak, xayr saxovat kerak, tahajjudlar kerak, zikr virdlar kerak. Xatolaringiz ham ko'p, hayolingizga qancha gunohlar keladi. Zino qilib qo'yishingiz mumkin, yolg'on gapirib qo'yishingiz mumkin, omonatga xiyonat qilib qo'yishingiz mumkin. Bu narsalar nima bo'ladi? Ani iymoningizni zaiflashtiradi. Ibodatlar nima qiladi? Iymoningizni quvvatlantiradi. Oxirida jon berar paytida kimni iymoni quvvat bilan turgan bo'lsa, Alloh unga kuch beradi, o'tib oladi. Gunohlar nima bo'ladi? Fi mashiatillah deyiladi bizning aqidada.
Allohning ixtiyorida. Insha'a azabahu va insha'a afa anhu deyiladi. Alloh xohlasa azoblaydi, xohlasa kechirib oladi. Bandani haqqini bo'lsa, umuman kechirmaydi. Bir kishini haqqini yegan bo'lsangiz, bir kishini nohaq tuhmat yoki g'iybat qilgan bo'lsangiz, ularni hammasini banda o'laroq qiyomatda to'laydi. Alloh bizni ofiyatda qilsin. Tushunarli bo'ldimi? Tushunarli domla, katta rahmat. Salomat bo'ling. Shafoat haqida men qisqaroq bir narsani aytib beray. Shafoat haqida o'sha sunnat inkorchilari, Bahrom Bakirlar shafoat yo'q deydi. Qaysi mantiq bilan odamlar payg'ambarga shafoat qilar ekan deb amal qilmay qo'yadi degan mantiq bilan shafoatni yo'q deyishga harakat qilishadi. Vaholanki Qur'on ochiqchasiga shafoatni borligini aytadi. Istisno qoidasi bor. Anbiyo surasi 28-oyatda "Va yashfa'una illa liman irtado" oyati bor mana. Shafoat qila olmaydilar, illo kim shafoat qila oladi? Alloh undan rozi bo'lganlar shafoat qila oladi. Demak, shafoat qila olmaydilar degani o'zidan o'zi shafoat qila olmaydi hech kim. Bu to'g'ri gap bu. Buni ahli sunna aytadi. Illo shafoat qiladi kim? Alloh rozi bo'lganlar. Unga ruxsat beradi. Sen shafoat qil deydi, u keyin shafoat qiladi. Shafoat qiluvchi haqqan o'sha yuqorida aytganimizdek iymoni borlarni shafoat qiladi. Iymoni borlarni. Endi haqqiga shafoat yo'q, haqqiga qiyomat kuni hech kim o'rtaga tura olmaydi degan bahona bu o'sha o'zini shafoat yo'q degan gapini quvvatlash uchun Mu'tazila fikrini qo'llab-quvvatlash uchun to'qib chiqargan savol xolos u. Toha surasida Alloh taolo 109-surada Yawma idhil la tanfa'u shafa'a qiyomat kunida shafoat yordam bermaydi. Illa man adina lahur rahmanu va radiya lahu qawla. Lekin bir kishining shafoati foyda beradi. Rahman unga izn beradi va uni so'zidan rozi bo'ladi. Roziman sendan shafoat qil deb ruxsat beradi, shafoat qiladi. Shafoat qila olmaydi degan oyatlarni hammasi o'zidan o'zi shafoat qila olmaydi degan ma'noda bo'lib chiqyapti. Chunki shafoat qilishga istisno izni bor. Shafoat qila olmaydi, shafoat yordam bermaydi degan gaplar shirk bilan o'tgan, kufr bilan o'tganlarga foyda bermaydi. Illo Alloh rozi bo'lganlarga foyda beradi. Zuhruf surasi: "Va la yamliku allazina yad'una min dunihi ash-shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Allohdan o'zgani chaqiradiganlar, ya'ni Allohdan o'zgaga duo qiladiganlar. Ular shafoatga ega bo'lmaydilar. Mana shirk, mushriklar shafoatga ega bo'lmaydilar. Illa deyapti. Faqat haqqa guvohlik bergan va bilgan zotlargina ega bo'ladi. Ya'ni bilgan, ilmlilar ega bo'ladi demak. Mana shu oyatdan olimlar ham shafoat qilishligi kelib chiqadi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan ham ya'ni shafaatul uzmo huquqi borligi bir qancha hadislarda kelgan. Qur'oni Karimda maqoman mahmuda oyati bor. Payg'ambar alayhissalomga maqomi mahmud, eng maqtalgan maqom beriladi. O'sha nima desa, shafoat shu. Wala yuqbalu minha shafa'atun. Ya'ni undan shafoat qabul qilinmaydi. Lekin Alloh payg'ambar alayhissalomga ruxsat beradi, u kishidan shafoatni qabul qiladi. Qisqaroq shu, shoshilmang agar haqiqatda iymoningizni tashvish qilsangiz, fikr dunyo qarashingizni g'olib qilib, nafs havoyingizga bo'ysundirib qo'ymasangiz, shoshilmang. Sizning eng birinchi vazifangiz ulamolarga ergashish. Nimaga? Mantiqan ulamolarga ergashing desa, dinni monopoliya qilyapti-ku degan xayol tug'iladi. To'g'rimi shusi? To'g'ri emas. Kasal bo'lsangiz doktorga boring desam sizga. Nimaga doktorga borishim kerak?
O'zim o'qish bilaman, ChatGPT chiqqan hozir. Yo'talyapman, xirillab yo'talyapman. Nima qilay deb yozsam menga dori yozib beradi. Demaysiz-ku. Ha? Doktorga borasiz. Biz tibbiyotda doktorlarning gapiga muhtojmizmi? Ha? Doktorlar tibbiyotni monopoliya qilib olyaptimi? Yo'q. O'qing xohlasangiz o'zingiz. Faqat o'qib kelganingizdan keyin 10 yil, 15 yildan keyin doktor bilan birga tashlashaverasiz. Bemalol. Gapingiz qabul qilinadi. Lekin kasal bo'lib qolsangiz, men kitob o'qib olaman, mana YouTubedan qidirib topaveраman desangiz, sizga aytadiki odamlar, o'ziga javr qilibdi bu odam deydi. Huquqshunoslikda advokatlarga muhtojmizmi? Yuristlarga muhtojmizmi? Ha. Ha, o'zingiz o'qib olsangiz bo'ladi, konstitutsiya turibdi, jinoyat kodeksi turibdi. Ha, saytga kirsangiz sayti turibdi. Qani himoya qilib ko'ringchi o'zingizni? Nozik bitta nuqtada adashasiz, 10 yilga qamalib ketasiz. Kerakmi shu? Ha, undan ko'ra deysiz, pul beraman, advokat qarasin deysiz. Ular huquqni monopoliya qilyaptimi? Yo'q. O'qing xohlasangiz huquqni, bemalol deyapti. Lekin o'qimadingizmi? Mutaxassisga murojaat qiling deyapti. Din, ular bu tibbiyotda joningizga xatar bor. Huquqda yo molingizga yoki erkingizga xatar bor. Shunda ehtiyot bo'lyapsiz. Ha, dinda iymoningizga xatar bor. Oxiratda abadiy jahannamga ketish xavfi bor. Allohga shirk keltirib qo'yish xavfi bor. Uni oldini oladigan o'sha imomlar bo'ladi. Ustozlar bo'ladi. Tushunarliga? Salomat bo'ling. Alloh salomat bo'ling. ishlaringizga rivoj. Xo'p. Shu mavzuda kimda savol bor? Hop, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Qo'l ko'targanlar bor ekan, ustoz, navbat bilan ochaman. Iymon nuri degan profil. Mavzu yuzasidan savolingiz bo'lsa, ayting. Iymon nuri ochildingiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Abror Muxtorli, domla yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Savolim bor edi, maylimi? Savolingiz bo'lsa bering aka. Meni savolim bor edi. Shu vaqt va makonda biz yo'q bo'lsa, mana vaqt va makon yo'q deb tasavvur qilsak, qanday tasavvur qilamiz masalan? Vaqt va makon yo'q bo'lgan oldin, Alloh subhanahu va taolo umuman hech narsani yaratmasdan oldin vaqt va makon bo'lmagan. Shunda biz qanday tasavvur qilamiz deb shunga tushuna olmayapman-da. Xo'p, aslida bu savolda umuman na dunyo tijoratingizga, dunyo falsafangizga foydasi yo'q va na oxiratga foydasi yo'q. Sizdan so'ralmaydigan narsa. Bunga o'xshagan mavzularga kirish foydasi yo'q. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni bir hadislari bor. Islomni to'rdan biri deganlar ulamolar shu hadisni. Nima deganlar? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi deganlar. Kishining islomining go'zalligidandir keraksiz narsalarni tark qilishi. Bu savol mutlaqo keraksiz savol. Mutlaqo. Hech qachon sizni hayotingizda bu mavzu sizga ro'paro ko'ndalang kelmaydi. Kelganda ham shunda tashlab o'tib ketsangiz, hech narsa yo'qotmaysiz. Siz makon zamonni ichidasiz. Ichida bo'lgan narsangizni tashqaridan kuzatishi mumkin bo'lgan savolni berishingiz noto'g'ri. Agar tashqaridan kuzatib bilib, makondan tashqariga, zamondan tashqariga chiqa olish qobiliyatimiz bo'lganda edi, mana deb sizga ko'rsatardim. Mana shu makonsizlik, mana shu zamonsizlik derdim. Lekin masalan ateistlar bilan, panteistlar bilan, turli xil mana shunaqangi falsafachilar bilan bahsda, mana sofistiklar bilan bahslarda bunga o'xshagan mavzularda tortishish majburiyati tug'ilib qolsa, unga mutaxassislarni yo'naltiriladi. Zamon masalasi, zamon nima degan savol. O'zi hozir o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon degan tushuncha bor.
Lekin hozirgi zamonni hech kim isbotlab bera olmaydi. Ana hozir dedim, o'tgan zamonga o'tib qoldi. Hozirgi zamonni ushlab bo'lmaydi. Mana shu deb ko'rsatib bera olmaysiz. Mana shu nuqtadan kirsangiz ketdi u yog'i. Falsafaga kirib ketasiz. Kerakmi bizga? Yo'q. Mavzu ko'tarilmaganmi? Yo'q. Unda buni yopish kerak. O'zingizga kerak bo'lgan ish bilan shug'ullaning. O'zingizga, ota-onangizga, farzandlaringizga manfaatli, dunyo oxiratda foydali ish bilan shug'ullangan bo'lasiz. Savolingizdan chiqargan foyda shu. Bunaqa savollarni bermang, shug'ullanmang, foydali ish bilan shug'ullaning. Tushunarlimi? Rahmat. Yana bitta savolim bor edi. Xo'p. Men Qur'on o'qiyman. Qur'on o'qiganda ba'zida erinchoqlik qilib qolyapman. Shu mayli ertaga o'qiyman, indin o'qiyman deb shu telefonga kirib ketib qolyapman. Shunga nima maslahat berasiz? Ko'proq Qur'onga vaqtimi berilib o'qishga, lag'ov Xo'p. ishlardan qutulishga. Yomon odatlardan qutulish haqida bir kitob bor. O'sha kitobni biz tarjima ham qilyapmiz, nasib bo'lsa xalqqa taqdim qilamiz. Yomon odatlardan qutulish, ya'ni zarradan yuksaklikka degan ma'noda adashmasam. Shunaqa yomon odatlarda birdan qutulib bo'lmaydi. Siz o'rganib qolgan yomon odatlarni siz o'zingizga qiyinlashtirishingiz kerak, qiyinroq qo'yishingiz kerak. Masalan deylik, televizor ko'rish odat bo'lib qolgan yomon odat. Qanaqa qutulasiz? Desa, o'chirganda put bilan o'chirma deydi. Nima bilan o'chir? O simidan olib borib, simidan uzib tashlang. Keyingi safar ko'rmoqchi bo'lganingizda borib simidan yoqishlikka majbur bo'ling. Qiyinlashtiring unga erishishlikni. Telefon Qur'on o'qishni boshlaganingizda telefoningiz yaqiningizda turmasin, qo'l atrofingizda turmasin. Narigi xonaga tashab, narigi xonaning ustidan eshik bilan quluplab, bu xonaga kirib, bu xonaning eshigini quluplab, keyin Qur'on o'qishni boshlang. Telefonni olguningizcha ancha mashaqqat qilasizda, shuni har doim takrorlab bersangiz, undan ko'ra kel Qur'on o'qiy deysiz. Uxlaganda budilnikni ham oldingizga qo'ymang. Ko'zingizni ochib budilnikni bitta qo'l bilan bosib o'chirib qo'yadigan. Budilnikning ovozini baland qilib, o'rningizdan turib borib o'chiradigan joyga qo'ying. O'shanda shunaqa yomon odatlardan sekin-asta qutulinadi. Birdan qutulish qiyin lekin va fikrda ham shu, hozir mana taxminan to'g'ri tashxis qo'yyapmiz. Savolingiz ham shunaqa keraksiz narsaga ya'ni mo'ljal bo'lib qolgan. Undan ham qutulingki, hayotingizda ham shunaqangi keraksiz narsalarga kirib ketish xatari bo'lmasin. Tushunarli-a? Hop. S110 profili. Ochdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, men savolim bor edi. Men bundan bir 3 yil, 4 yil oldin bitta tush ko'rdim-ni. Tushimda endi u paytda kino ko'rdim. Unaqa meni ilmim yo'q ustoz. Oddiy ishlab yurgan bolaman. Tushimda payg'ambarimizni ko'rdim. O'sha kinoni ko'rib yotib uxlab qoldim. Tushimga kirdilar, lekin men namoz o'qimayman. To'g'risini aytaman, namoz o'qimayman. Ko'p so'kinib qo'yaman. Tilim yomon, to'g'risini aytyapman men. Odamlar demoqchiman, o'shanda to'g'risi turib bir g'alati bo'lib yig'ladim, ko'zimdan yosh chiqib. Odamlar kecha kunduz ibodat qilib, Allohdan so'rashadi shu payg'ambarimiz tushlarga kirishini. Shunda men yaxshi, nima deydi, yaxshi bola emasman-ku, endi yaxshi bola hamki, vaqtida ibodatimni qilib, namozimni o'qimayman. Bunga qana nima bo'lar ekan demoqchiman-da. Men namoz o'qimayman, ishlab yuraman xolos. Shu ishlayman, fulayman, ko'chada yuraman, lekin Rasulimiz tushimda ko'rganman. Sahobalar bilan turganimizda sahobalar aytishgan, Rasulimiz kelyaptilar deyishgan. Yuzlari nurli. Endi men eshitganman, payg'ambarimiz tushga kirsalar, shayton kira olmaydi payg'ambarimizning qiyofasida hech qachon. Shu narsaga bir oydinlik kiritmoqchi edim. Odamlar so'raydi-yu, Allohdan so'raydi Rasulimizni ko'rish uchun tushida. Ama namoz o'qimasam ham kirganlar demoqchiman-da. Tushda payg'ambar alayhissalomni ko'rish u juda katta fazilat,
sizni nimagadir erishganingizga dalolat qilmaydi. Yaxshilik, bashorat, ko'zingizni oching degan ma'no bo'lishi mumkin. Va tushga suyanilmaydi bizni dinimizda. Tush o'sha bashoratlardan biri deganlar payg'ambar alayhissalom. Misol uchun siz namoz o'qimayotgan bo'lsangiz, payg'ambar alayhissalomni tushingizda ko'rgan bo'lsangiz, endi sizni vazifangiz namoz o'qish bo'ladi. Misol aytyapman. Katta bir global mavzuni kichkinaroq tushuntiryapman sizga. Aha. Siz namoz o'qib yurgan bo'lsangiz, payg'ambar alayhissalomni tushingizda ko'rgan bo'lsangiz, endi siz ilm o'qishingiz kerak. Uyalish kerak, hijolat qilish kerak. Payg'ambar alayhissalom sizni tushingizga kirib, ko'p narsalarni sizga yengillatib ketdilar emas-da. Demak, Ha. sizda qilishingiz kerak bo'lgan vazifalaringiz bor oldingizda. Xuddi shu vazifalaringizni go'yoki eslatdilar. Mana ota-onangiz tushingizda kirdi. Masalan, bir odam safarga ketdi, Rossiyaga bordi. Bu yoqda yurganda ota-onasi bor, sigaret chekishdan hijolat qilib berkitib yurardi. Berkitib yurardi. Bu odam Rossiyaga borsa, endi bemalol chekishni boshlaydi. Hech kim ko'rmayapti-ku deydi. Shunda bitta uxlasa, tushida otasi kirsa, unga bir signalda endi u. "Ey, sen unaqa qilmagin" degandek. Bu tush o'sha mubashshirotlardan bo'ladi, bashoratlardan bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan, bunaqa tushlarni aytilmaydi hech kimga. Nimaga? Bu siz bilan Alloh o'rtasidagi sir bo'ladi. Alloh taolo sizga bir da'vatchi jo'natgandek gapda bu. Sirni oshkor qilsangiz, o'rtadagi sirdoshga o'rtada parda ko'tarilib qoladi unda. O'shaning uchun buni berkitiladi. Yaxshi tush ko'rgan odam o'rnidan turganda 2 rakat namoz o'qiydi, agar nafl namoz o'qish vaqti bo'lsa. Va Allohdan so'raydiki, Parvardigoro, ko'rgan tushimni yaxshiligini, barakotini menga ziyoda qilgin, deydi, ishida davom etaveradi. Yaxshilikka, ko'proq yaxshilikka harakat qilaveradi. Yaxshilik deganda biz odamlar o'zi tushunib olgan narsani o'ylaydi ko'pchilik. Men kecha anavi xristianlarni, nasroniylarni Telegram kanaliga kirib, rosa ular bilan suhbat qildim-da. Ular ham aytaveradi, yaxshilik qilishimiz kerak. Iso haqqi, yaxshilik qilishimiz kerak. Yaxshilik nima? Savolga javob yo'q. Hamma o'zi tushunib olgan narsasini yaxshilik deydi. Yaxshilik Alloh va Rasuli aytgan narsa yaxshilik hisoblanadi. Garchi u bizga yoqmasa ham yomonlik Alloh va uning Rasuli aytgan narsa yomonlik bo'ladi. Garchi u bizga yoqsa ham. Shuning uchun Alloh va Rasuli aytgan yo'ldagi yaxshilikka harakat qilinaveradi. Tush, yana qaytib aytamiz, bu bir bashorat. Yomon odam bo'lsangiz ham sizga bir bashoratki, yaxshilik umidi bor sizda. Harakat qilasiz yaxshi tomonga yurishga. Tushunarli-ga? Hop, mavzu yuzasidan savollaring bo'lsa qo'l ko'taringlar, birodarlar. Bu yerda tush ta'birini so'raydigan joyimiz. Ahmad Shoh profili ochyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Savolim mavzudan emasda, Alaykum beraveraymiz. Zarurrog'ida. Hop. Bir joydaricha so'raydigan savolim bor edi. Shu nima? Xo'p, men yashaydigan atrofda yo yaqinlarim orasida ko'p uchraydigan bir menga yoqmaydigan bir holat bor. Ya'ni ikki kishi bas qilib qolsa yoki janjal qilib qolsa yo bir yolg'on ustida tortishib qolsa, birini yolg'onini, ya'ni biriga biri ishonch bildirishi uchun ya'ni ayolini taloqqa qo'yish qasamini talab qiladi. Mana shunday tushungan bo'lsangiz kerak. Shunday qasamni talab qilish joizmi o'zi? Yo'q, joiz emas. Bo'lmaydi bunaqa. Odamlar o'zini o'rtasidagi muammosiga boshqani xotinini taloq qilish, qasam ichirish to'g'ri emas u. Bo'lmaydi. Axloqan ham to'g'ri emas. Agar shu ishni qilib qo'ysa, o'sha ish amalga oshmasa, xotiniga taloq tushib qolish xavfi bor. Ha, uni talab qilish mumkin emas, bunday talab Aha. qo'yish. Aha, joiz emas. Rahmat, domla. Sog' bo'ling, xo'p.
Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Deistlar profili ochdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Ustoz, mana oldin musulmon bo'lganman, keyin shu bitta oyat orqali yoki qanaqadir hadis orqali fikrim o'zgarib turib, izlanishga kirib qoldim deydigan odamlar toifalari ko'payib qoldi-da. Shu guruhimizga ham kelishyapti. Keyin sizni buni bahslaringizda ham ko'p eshitaman. Shularda iymoni o'zgarib ketishiga nima sabab bo'ladi, ustoz? Misol namoz o'qiyman, misol Qur'ondan qanchadir yodlaganman deyishadi-da o'zlari ham. Lekin qarasangiz, umuman o'sha ateistlarni nimasini shpagalkasini ko'tarib yuribdi-da ko'pchiliklari. Shunga sabab nima? Xo'p, bu joyda bir qancha sabablar bor. O'sha deist ya'ni degan gap ham bitta so'z o'yini o'zi. O'sha avval iymonda bo'lganman, ibodatda bo'lganman degan gaplar yolg'on. Yolg'on bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda nasroniylarga anaqa bir-birlariga yo'l o'rgatganligidan bizni ogohlantiradi. Nasroniylar bir-biriga yo'l o'rgatadi. Aytadiki, peshingacha iymon keltirib turinglar, peshindan keyin bu yoqmadi bizga deb iymondan chiqinglar. La'allahum yarji'un deydi. Shoyat mu'minlar ham dindan qaytib ketsa. Uslub bu, metodologiya. Buni Alloh taolo bizga Qur'oni Karimda uslubini o'rgatgan, ogohlantirgan. Aldanmanglar degan. Nimaga bu ya'ni bir e'tiborli odam yoki shunaqangi sho'tga kirayotgan shunaqa odamlar avval musulmon bo'lganmiz biz degan narsaga urg'u beradi. Sizlar ham musulmonsizlar, ha, sizlar ham shubhaga tushishinglar mumkin. Mana yo'l bor degan narsani qo'zg'ash xolos. Ular avval musulmon bo'lmagan. Bitta oyatni o'qib murtad bo'ldim, dindan chiqdim. Bahona qidirib yurgan ular. Va o'sha kofirligi, murtadligi, dinga aloqasi yo'qligini oqlash uchun poisk beradi. Poiskda islamofob saytlar bor, ateist guruhlar bor. O'sha guruhlarning savollari. Bergan savollarni birortasini Qur'ondan o'zi qidirib, ilmiy tadqiqot o'tkazib topmagan. Missionerlar tomonidan, mustashriklar, orientalistlar tomonidan yozib tayyor qilib qo'llariga berilgan paketdan foydalanishadi, bo'ldi. O'sha paket orqali mana shunga ko'ra biz dindan chiqdim deydi. Sen oldin ham dindan emas eding. BBCga chiqib, mana shunaqa ateistlar bir intervyu bergan edi. BBC ozodlik maqsadi shunaqa, endi bizda ko'proq shunaqalarni ko'paytirib, buzg'unchilikni orttirish maqsadi ularni. Esdan chiqarmanglar musulmonlar. Bizni jamiyatimizda islomga, e'tiqodimizga, qadriyatimizga qarshi har bitta qadam jamiyatimizni zaiflashtirish maqsadida qilinadi. O'shaning uchun BBC ozodliklarni tamomila intervyularining hammasi ana shu yo'nalishda amalga oshiriladi. Bir ateist olib chiqishyapti-da, uni mazlum qilib ko'rsatishyapti. Uni orqasiga qora fonlarni qo'yib qo'yib, unga eng haligi intellektual go'yoki manzara yasatib, uni ya'ni ateistligini oqlashyapti. Aytyaptiki, men deyapti, oldin juda yaxshi, kuchli musulmon bo'lganman, astoydil e'tiqod qilganman. Hatto bir kunda 3 mahal namoz o'qirdim deydi. Yevropaning josuslarini bu Salohiddin Ayyubiyning askarlari ushlab olsa, nimaga ushlab olaverasizlar bizni desa, sassiqsanlar, shundan bilamiz degani singari, bular ham shunaqada. Men deydi, rosa dinga amal qilardim, hatto 3 mahal namoz o'qirdim deydi. BBCda turibdi intervyu, ko'ringlar. Voy, rosa dinga e'tiqod qilgan odam 3 mahal namoz o'qimaydi. Turkiyada shunaqalar bor. Turkiyada bittasi bor. Muharram Inja degani bor. Musulmonlardan ovoz olishlik uchun chiqib aytadi. Birodarlar, men musulmonman. Biz ham namoz o'qiymiz. 5 vaqt o'qimasak ham har kuni jumani uyda qasosini o'qiyman deydi. Mana shunaqa sassiq odamlar bular.
Bular islomofoblar. Bularni e'tibor bering. Islom dinidan boshqa problemalari yo'q. Ular Injilni o'qib murtad bo'ldim deyotgani yo'q. Faqat shu islomni, shu harakatini qilishyaptiki, islomga qarshi propaganda, teskari tashviqotni olib borish. Yaqinda nargi guruhlardan bittasida Jahongir degan bitta bola e'tirof qilyapti. Juda katta guruhlarni admini bo'lgan, o'zi ochgan, yurgizgan, tamomiyla kirdikorlarni ochib beryapti. Taktika bularni, hammasi taktika. Aldanmang. Men bir ikkitasi bilan suhbat qildim, mana Bek degani bilan bu yerda ham suhbat qildim, boshqa joyda ham. U yuribdi endi. U o'ylayaptiki, bopladim. O'z ichida o'ylayotgan bo'lishi mumkin-da, mana bopladim, Abrorni yarim soat, 1 soat gapirtirib qo'ydim. O'zini guruhlarida ham shunaqa deb yurgan bo'lsa bordir. Bilmaydiki, bizni maqsadimiz uni nishon ko'rsatib, qolganlarni ya'ni saviyasiga qo'limizdan kelgancha bir yordam berish, bulardan ogohlantirish. Musulmon bo'lsa, menga bir tiyin foydasi yo'q uni. Kofir bo'lsa, dinga hech qanday zarari yo'q. Din bularni iymonidan ham boyib qolmaydi, bularni dindan chiqib ketishligidan ham zarar ko'rmaydi. Maqsad o'ta saviyali shaklda, ilmiy asosda dinimizni ko'rsatib boraverish. Lekin makr qilaversa, shunaqangi narsa aylantiraversa, vaqtni o'tkazish, behuda savollarni beraversa, ularni sekin chekkaga chiqarib qo'yib, o'zimizni ishimiz bilan shug'ullanishimiz kerak. Yana qaytib aytaman, bu tashkilot. O'zbekistonni misolida olsangiz, O'zbekistonga Hizbut Tahrirni yuborganlar ham o'sha tashkilot. Salafiylarni qo'llab-quvvatlab, gijgijlab, Alloh qayerda degan savolni berlaring deyotganlar ham o'sha tashkilot. Jasminni bizni ichimizdan olib chiqib shu ishlarni qildirayotganlar ham tashkilot. Eriga xiyonat qilgan xotinni tomaris bu deb umumiy ommaviy fikr shakllantirayotganlarning orqasida ham o'sha tashkilot. Ularning stollarini ustida 20 ta masala turadi. Unisi o'xshamasa bunisi, bunisi o'xshamasa unisini aylantirib o'tirishaveradi. Qaysi biri o'xshab qolsa, o'sha orqali rangli inqilob qilinadi. O'shanga aldanmanglar. Yana qaytib aytaman, bizni mamlakatimizdan, bizni millatimizdan boshqa do'stimiz yo'q. Qochib boshqa mamlakatlarda joy qilib qo'ygan odam emasmiz biz. O'shaning uchun mamlakatimizga qarshi zarar bo'lishi mumkin bo'lgan gapni ko'rsak, gapiramiz ularga qarshi. Men kecha oldingi kunlari shu haqida biroz to'xtaldim. 5-kolonna degan tushuncha bor. Eshitgansizlar, 5-kolonna. Yozsanglar chiqadi tarixi. Fransiyada bo'lgan inqilob paytida o'sha adashmasam Emmanuel Molla degan anaqa bo'lgan. General. Shu general aytgan, Madridga 4 ta kolonna bilan kelyapman, 5-si ichkarida degan. Mana shular 5-kolonna, mana shu deistman deb yurganlar. Bizi e'tiqodimizga hujum qilyapti ular. Yoshlarga shunaqa desa bo'ladi degan fikrni tarqatishyapti. Jinsini o'zgartirsa bo'lar ekan degan fikrni shakllantirishyapti. O'sha Jahongir aytayapti, men ateist guruhlariga o'zini tili bilan da ixlos bilan kirishganman deydi boshida. Keyin deydi, Hindistondan menga takliflar bo'ldi, sarmoya tikamiz deyishdi, birlashaylik deyishdi. Keyin alohida shu guruhlardagi yigitlarga, bizni qidiruv guruhimizdagi yigitlarga tashakkur. Sizlarni sharofatinglar bilan o'sha botlar paydo bo'ldi-da, ateistlarni lichkalari tekshirib ko'rildi. 90% galoboy bo'lib chiqdi. 90%. To'polon boshlangan keyin ateist guruhlarining o'zini chatlarida. Unisi buni bilan, bunisi unisi bilan, xullas hamma narsa fosh bo'lib ketgandan keyin haligi bola o'ylanib qolgan. Nimaga bunaqa? O'zi tabiatan yoqtirmas ekan shunaqa narsalarni. Bir narsa qilib chiqib ketishga harakat qilgan. Xullas qalbida shu narsadan nafratlanib sekin-sekin musulmon guruhlariga kirgan. Adashmasam sizlarni ham shu yerda xizmatinglar katta bo'lgan. Bizni suhbatlarimizni eshitgan, oxiri musulmon bo'ldi shu bola. Musulmon bo'lib e'tirof qilyapti. O'sha suhbatini yaqinda YouTube'da qo'yamiz biz. E'tirof qilyapti, "Men shunaqa bo'lgan" deyapti va menga aytayaptiki, "Domla, siz astoydil gapiravering. Yomon qattiq ta'sir qilgan gaplaringiz. Ular mana shunaqa hammasi vazifador odamlar. Ularga nimanidir tushuntirishni
Foydasi yo'q deydi. Vazifa bilan qilganmiz deydi. Instagramda bitta sahifa ochamiz deydi. O'sha joyda payg'ambarni, dinni, islomni yomonlab, haqorat qilib post qo'yamiz deydi. Tagiga link berib qo'yamiz deydi. Linkda men ochgan Telegram guruhga kiradi u deydi. Kirib bizni so'kmoqchi bo'ladi. So'kish uchun kiradi o'zi deydi. So'kadi, keyin biz unga tayyorlab qo'ygan mana bu hadischi, mana bu oyatchi degan narsalar bilan uni dovdiratamiz deydi. Shubha tushdimi bo'ldi, keyin bizdan chiqib keta olmaydi u deydi. Eshitib yuraveradi, sekin boshini silab unga adminlik beramiz deydi. Adminlikni berganingizdan keyin tamom, u bizga ishonyapti-ku, mana ateistlar ham, demak bular ham yaxshi odamlar ekan deydi-da, qopqonga tushadi deydi. Ha, undan keyin anu isqirtla deydi o'zini o'sha guruhlari. Galoboylikka tortadi uni deydi. Ha, musulmonlardan ham galoboy bor-ku deyapti bittasi. Ha, bu islom galoboylikka ruxsat berdi degan emas-da u. Kimdir musulmon bo'lib turib galoboylik qilayotgan bo'lsa, u kofirning amalini qilyapti. O'zi musulmonman desa ham. Men musulmonman deb o'g'irlik qilayotgan bo'lsa, musulmonning amalini qilmayapti u. Islom o'g'irlikka qarshi. Zino qilayotgan bo'lsa, musulmonning amalini qilmayapti u. Lekin musulmonman deyishligi uni zinosini oqlamaydi. Ha, ateizmda bo'lsa, kitob yo'q. Galoboylik qilayotgan ateistga nimaga bunaqa galoboylik qilyapsan sen? Desangiz, qaytariq yo'q deydi. Yoqyapti menga deydi. Adashmasam shu biz bilan o'zini arabiy matnlari bilan maqtanib yuradigan Saat degani bo'lardi. Saat. %100 galoboylarning guruhida qo'lga tushdi. Ya'ni profili. Hozir shu yerda yurgan o'sha emasmi? Saat deb yozib olgan, arabcha yozib olgan, unaqa yozib olgan. Bir kirsam, Muvattodan gapiradimi, Saraxsiydan gapiradimi? O'qi arabchasini desam, ya domla qo'ysaychi deb qo'yadi. Odamlarni aldab shunaqangi propaganda qilib yurgan. Sunnat inkosi bo'pti bir kun. Vazifador odamlar do'stlar. Vazifador bo'lganligi uchun ularga vaqt ajratish, ularni shu gapimga quloq solyaptiki shekilli degan narsaga aldanmaslik kerak. Vazifador o'shanga yarasha muomala qilishimiz kerak. Ma'qulmi? Rahmat ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat katta. Hop. Do'stlar, suhbatni shu joyda yakunlasak, o'zingizlar bemalol suhbatlashib turinglar. Biz ertalab bir joyda vazifamiz bor ekan. Alloh taolo haqdan ayirmasin, dini diyonatda, rushda hidoyatda qadamlarimizni sobit qilsin. Iymon bo'lish o'ta Alloh taolo yutuqlarni baraka qilsin. Iymon bilan o'tish qilsin. Jannatda ularga jannatlarda diydorsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom.